odamlarimni yo'qotdim, oyog'imni yo'qotdim, har narsamni yo'qotdim. Qardoshim Jumoli, sen ham voz kech. Bekorga kuchingni sarf etyapsan. Ota, qarang o'g'lingiz qay ahvolga tushdi. Ko'ryapsizmi meni, ota? Ota! Taslim bo'lganlar hech kimga ko'rinmaydi o'g'lim. Beayb Parvardigor deb eshitgan. Menga gap qaytarma. Shu chumolichalik qatiyating yo'qligidan uyal. O'rningdan tur va dunyolarni kes. Kim bo'lishni istasang, o'sha bo'l, o'sha bo'l, o'sha bo'l. Ma'rifatli odamlarni o'ldirma. Kim bo'lishni istasang, o'sha bo'l. Men eng buyuk bo'laman, ota. Eng buyuk. Dar haqiqat sohibi Qur'on buyuk Amir Temur yoshlik chog'laridanoq tengi yo'q strategiyalar qo'llay boshladi. Ba'zida u o'zidan ko'p bo'lgan qo'shinni qo'rqitish uchun yon atrofdagi tog'larga o't qo'yib, ularni qo'rqitib chekintirdi. Ba'zida bo'lsa o'z navkarlarining otlarining oyog'i ostiga shox-shabbalar bog'latib, o'z g'animlarini tum-taraqay qochishga majbur etdi. Avvaliga Movarounnahr va Xurosonni egallagan buyuk sohibi Qur'on Amir Temur navbatiga Ozarbayjon va tog'li Gruziya hududi kelganda ham o'zining aqli va zakovati orqali o'z g'animlarini shu yerda ham mag'lub etdi. Baland tog'lar ichidagi g'orlarga berkingan gurjilarni yengish uchun Amir Temur ishlatgan strategiyasi haqiqatan dohiyona edi. U o'z askarlarini g'or og'ziga chig'iroq orqali yaqin olib kelishni, so'ng o'sha g'or ichiga olovli hamda zaharli o'qlar yog'dirishni buyurgan. Gruziya masalasi hal bo'lgandan so'ng sohibi Qur'on hozirgi Eronning janubiy hududlarini jangsiz egalladi. Amirim. Senga nima bo'ldi? Soliq yig'ayotgan paytimiz Isfaxonliklar bizga hujum qilib 4000 askarimizni qilichdan o'tkazishdi. Avvaliga sohibi Qur'onga jangsiz taslim bo'lib, Temur yurishga ketgandan so'ng esa unga isyon qilgan Isfaxonliklarning sodiqlari aniqlandi, xoinlarning esa sho'r peshonasiga sho'rva to'kildi. Manbalarga ko'ra 70 mingdan 100 minggacha yaqin odam o'ldirilgan. Har bir askarga esa to'rtadan bosh kesib keltirish topshirilgan. Kesilgan boshlardan esa minoralar qurilgan. Bu voqea Temurning eng shafqatsiz jazolaridan biri sifatida tarixda qolgan. Kunduzcha jangida To'xtamishxon ustidan mutlaq g'alabaga erishgan Amir Temur Ahmad Jaloir bilan bo'lib o'tadigan jangga otlandi. Kelolsa kelsin, hali qochishga joy topolmay qoladi. Sultonim, Amir Temurning 120 ming kishilik qo'shini bizga yaqinlashyapti. Mendan berkinmasliklari uchun yashirinadigan joylarga soqchi qo'yib kelay. Ahmad Jaloir qochgandan so'ng Bag'dod bir haftada egallandi. Men ko'p asarlar yozgan bir olimman. Yoz, qiymatli. Samarqandga jo'natilib madrasada dars bersinlar. Sen kimsan? Men ham bir shoir, ham bir me'morman. Buni bo'lsa darrov qoziqqa o'tkazing. Nima? Hazillashdim, qo'rqma. Yoz, qiymatli. Samarqandda ulkan jomilar qursin. Bunisi kim bo'ldi endi? Sen kimsan? Men ham qiymatliman. Likir videolar qilib, xalqni adashtiraman va 1 million obunam bor. Bizni global tarixni obunasi qancha? Yoz, qiymatsiz. Bu Bodonboshdan minoralarimiz uchun ohak sifatida foydalanishsin. Yangi qildirganman. Qunduzchadagi mag'lubiyatidan qanoatlanmagan To'xtamishxon Amir Temurga yana qarshi chiqishga jazm etib, Terek daryosi bo'yiga yaqin keldi. U Amir Temurning qo'shinlarining ta'qibidan daryo orqali qutulib qolaman deb o'yladi va sohibi Qur'onning qo'shinlarini daryodan o'tkazmaslik uchun tish tirnoq bilan harakat qilib tirishdi. Ammo sohibi Qur'on bunga ham chora topdi. U o'z armiyasidagi asirlarga va ayollarga o'z harbiylarining kiyimlarini berib, To'xtamishxonni chalg'itib, daryodan o'tib oldi. Surpriz! Keyingi yurishim Hindistonga bo'lsin deyman. Hindistonda nima qilamiz? Yevropaga ketaylik. O'g'lim, esing joyidami? Shu yerdan Yevropaga uchib bormoqchimisan? Gap sotmasdan tezroq bo'ling. Hali qancha yo'lni yurishimiz kerak. O'g'lim, Hindiston ham Yevropadan qolishmaydi. Rostana. Shundan so'ng Amir Temur karyerasidagi eng muvaffaqiyatli yurishlardan biri Dehli yurishi boshlandi. Temur hech qachon faqat kuchga suyanmasdi. U avval o'ylab, rejalashtirib, keyin zarba berardi. Hozirgacha yaxshi natijalarga erishgandik. Menimcha
Ana u yerdagi hayvonlar do'koniga borib, iloji boricha ko'proq tuyalarni olib kel. Xo'p bo'ladi. Tag'in eshak ko'tarib kelma. Mana bu haqiqiy sarkardaning strategiyasi. Amir Temur tuyalar ustidagi oddiygina mayda xas-cho'plar orqali olov bilan dushmanning eng katta qurolini o'ziga qarshi ishlatdi. Fillar dahshatga tushdi. Ular ortga qochib, Hind qo'shinini bosib ketdi. Saflar buzildi, tartib yo'qoldi. Aynan shu lahzada Temur barcha kuchlar bilan hujumga o'tib, jangni o'z foydasiga yakunladi. Usmonlini parchaladingiz. Qanday turksizlar o'zi? Muzokara nimaligini bilmaydiganlar turklik haqida gap ochyaptimi? Temur xoinlar safiga qo'shildi. Aslida Yildirim xoinlar tarafiga o'tdi. Tinchlaning, Yildirim. Bu ish qanday boshlanganini o'zing ayt. Boyazid Yildirim. Tezkor, qahrli. Yolvoraman, meni o'ldirmang. Mazlum, qani o'qib ko'rchi mardlik kitobida nima yozilgan ekan? Mard. Omonlik tilaganlarni o'ldirmang deb yozilgan ekan. Mayli, bora qol, seni o'ldirmayman. Xudo rozi bo'lsin, Xudo rozi bo'lsin. Endi o'zing borib o'ldir. Boyazid Yildirim davrida Anatoliyadagi mayda beyliklar siyosiy jihatdan birlashtirildi. Nikopolisdagi g'alabasidan so'ng Usmonlilar Bolqondagi super kuchga aylandi va Konstantinopolni deyarli 8 yil qamal qilib Vizantiyani zaiflashtirdi. Faqat uni bir qusuri bor edi. Jahldorlik. Oralaringda hali ham mening fikrimga qarshi chiqadiganlaring bormi? Ammo hukmdorim, biroz tinchlaning. Bas qil, siqildim. Ketaman. Yana o'sha qiliq hukmdorim. Atrofingda men sarson, chiroyli. Yana o'sha turqso'qni ovozi. Voy, juda qattiq istayotganga o'xshaydi. Nima deyapsan o'g'lim? Xuddi sehrlangandekman. Bundan ham battarga o'xshaysan. Taslimman deb aytasan. Hukmdorim, ketishimiz lozim. Bo'lmaydi. Yo Istanbul meni oladi, yo men Istanbulni. Sultonim, ketishimiz kerak. Temur yaqinlashyapti. U kim bo'ldi? U ham Istanbulni olmoqchimi? Yo'q, Anadolini. Sultonim kofirlarning dodini berayotgan edi. Istanbul ham deyarli kaftlarida edi. Bir daqiqa jim turing. Endi nega shunday odamga urush ochganligi haqida Temurning o'zidan so'raymiz. Amir Temur qudratli, aqlli. Shoh. Demak meni mot qilding. U holda men filmdan foydalanaman. Ha? Shafqatsiz. 14-asr oxirlariga kelib Turkistonda Temuriylar imperiyasiga asos solgan Temur qisqa surada o'nlagan hukmdorlarni o'z izmiga soldi. Ana shu hukmdorlarning bir qismi Temurga qarshi bir yoqadan bosh chiqarishga kelishishdi. Faqat 1395-yilda Terak jangida To'xtamishxon Amir Temur tomonidan qaqshatqich mag'lubiyatga uchragandan so'ng bu ittifoq amalda parchalanib ketdi. Navbat Qora Yusuf va Ahmad Jaloyirga kelganda ular jangdan qochib, Mamluklar sultoni Barquqdan panoh topishadi. Boyazid Yildirimga bo'lsa, Amir Temur o'zining elchisini jo'natadi. Qani o'qichi, Temur nima deb yozibdi? O'qiyapman afandim. Kofirlar ustidan qozongan g'alabalaring ajoyib, ammo dushmanlarim bilan juda ko'p vaqt o'tkazayapsan. Diqqat qil, oyog'ingga axlat yopishmasin. Ming la'nat, hali men uni